Qadrli tomoshabinlar, maqsadimiz insonlarga foydasi teguvchi ilmiy ommabop kontent yaratish. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Siz bu kichik yordamingiz bilan kanalimizning keyingi rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Eslatma, video tarjima qilingan asl muallif kanalini video tavsifidan topishingiz mumkin. Xavz jamoasi nomidan kattakon rahmat. Siz har sekundda 1 soniya keyingi kelajakka sayohat qilasiz. Tabriklaymiz, siz vaqt sayohatchisiz. Bu biroz oddiyroq ko'rinishi mumkin, lekin keling, biz suhbatimizni shu tushunchadan boshlaymiz. Keyin esa dinozavrlar bilan sayr qilamiz, Einstein bilan qo'l siqish imkoniga ega bo'lamiz. Vaqt aslida shunchaki o'tib ketadigan narsa emas. U o'lchov ham emas, balki u biz ma'lum bir pozitsiyada harakat qiladigan bir o'lchovli fazo kabi yo'nalishdir. Biz koinotni 4 o'lchovli deb bilamiz. 3tasi fazoviy va bittasi vaqt o'lchovi. Bu 4 o'lchov birlashib murakkab tizim, fazoviy vaqt degan tushunchani keltirib chiqaradi. Vaqtingiz o'tib borayotgani va yoshingiz ortib borayotgani aslida vaqt o'lchovi bo'ylab siljishdir. Fazo o'lchovlarida o'ngga, chapga, yuqoriga, pastga, oldinga va orqaga harakatlanish mumkin. Lekin afsuski, siz vaqt chizig'i bo'yicha faqat bir tomon oldinga harakatlana olasiz. Hech qachon yosharib bormaysiz. O'tmishga qaytish ham imkonsiz. Biroq bu shunchaki illyuziya xolos. Siz vaqt vertikalida qanday harakatlanishingiz ustidan ancha nazoratga egasiz. Bu qanday ishlashini oddiy so'zlar bilan tushuntirish uchun bir nechta olimlarni ranjitishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun shuni yodda tutingki, biz hammasini soddalashtiramiz. Xo'p, keling, bir g'alati qoidani tushunib olaylik. Koinotdagi hamma narsa 4 o'lchamli fazoviy vaqtda yorug'lik tezligida harakatlanadi. Sizning fazoviy vaqtdagi tezligingiz vaqt va 3 o'lchamli fazodagi tezliklaringiz yig'indisi orqali aniqlanadi va siz bunda hech qachon to'xtab qololmaysiz. Agar joyingizdan qo'zg'almasangiz ham, siz vaqt vertikalida harakatda bo'lasiz. Bu vertikal bo'yicha yorug'lik tezligida oldinga harakat qilasiz. Misol uchun, fotonlar, mitti yorug'lik zarrachalari fazoda yorug'lik tezligida harakatlanadi, ya'ni soniyasiga 300 million metrni bosib o'tadi. Va eng qiziqarlisi, ular uchun vaqt degan tushunchani o'zi yo'q. Fotonlar vaqt liniyasida muzlab qolishgandek, 0 tezlik bilan harakat qilishadi. Agar siz foton nuqtai nazaridan quyoshga qarasangiz, undagi yorug'lik nurlari to'g'ridan-to'g'ri ko'zingizga o'tishadi. Oddiy odamlar uchun bu 8 daqiqa vaqt oladi. Albatta, bu faqat ilmiy hikoya xolos. Real hayotda hammasi biroz murakkabroq. Siz fazoga nisbatan joyingizni aniqlay olmaysiz. Faqatgina fazodagi narsalarga nisbatan qandaydir rakursda bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, misol keltirganimizdek, siz fotonga aylana olmaysiz va uning ko'zlari bilan quyosh nurlariga qaray olmaysiz. Demak, hikoyamizga qaytsak, koinotdagi har bir narsa vaqt vertikalida bir xil tezlikda harakatlanadi, lekin fazo va vaqtdagi tezliklar butunlay ikki xil tushuncha. Bu ikki tezliklar birlashib qiziqarli va g'alati hodisani, ya'ni vaqt sayohatini keltirib chiqaradi. Real va sodda vaqt sayohati. Masalan, avtobus sizning oldingizdan o'tayotganida, u sizdan fazoda biroz tezroq, vaqt liniyasida esa sizdan ko'ra sekinroq harakatlanadi. Bu xuddi ilmiy sehrgarlikdek tuyulishi mumkin, lekin barchasi juda oddiy. Vaqt vertikali bo'yicha sekinroq harakat qilsangiz, fazoda tezroq harakatlanasiz va aksincha, vaqt bo'yicha tezroq bo'lsangiz, fazoda sekinroq bo'lasiz. Agar avtobus va sizning orangizga sizdan sekinroq yoki tezroq harakatlanayotgan odam qo'shilsa, ikkovingiz vaqt liniyasida turlicha masofani bosib o'tasiz. Bu nazariya odatda bir mashhur misol, egizaklar paradoksi orqali tushuntiriladi. Ikki egizakni olamiz, birini yerda qoldirib, ikkinchisini juda katta tezlikda fazoga jo'natamiz. Fazodagi egizak juda tez, yerdagisi esa sekin harakatlanganligi tufayli ular uchun vaqt ikki xil bo'ladi. Fazodagi egizak yerga qaytib kelganida esa ularning yoshi teng bo'lmaydi. Yerdagisi uchun ancha yillar o'tgan, fazodagi sayohatchi esa yosh holida qoladi va fiziklar uchun tayyor tajriba quyonchasiga aylanadi. Bu egizaklar paradoksi yuqorida aytilgan vaqt va 3 o'lchamli fazo tezliklari o'rtasidagi bog'liqlikka yaxshi misol bo'la oladi. Xulosa qilib aytganda, siz vaqtni sekinlashtiryapsiz va bunda fazodagi joylashuvingiz subyektiv, vaqt esa faqat sizga nisbatan to'g'ri bo'lganicha qoladi. Agar yetarlicha tez raketalarimiz bo'lganda, biz istalgancha uzoq kelajakka sayohat qilishimiz mumkin bo'lardi. Hattoki koinotning yakuniga guvoh bo'lishimiz yoki eng oxirida nima sodir bo'lishini popkorn bilan tomosha qilishimiz ham mumkin edi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, kelajakka sayohat qilishning yana bir yo'li mavjud.
katta massali jismlarning tortish kuchi fazoviy vaqtni egadi. Bu ularning yaqinida vaqt sekinroq bo'lishiga olib keladi. Yerda bu ta'sir juda kichik bo'lib, sayyoramiz tortish kuchi vaqtni ochiq kosmosdagiga nisbatan atigi 100 milliondan 7% ga sekinlashtiradi. Vaqt sayohati uchun deyarli foydasiz statistika, ammo bu shunchaki boshlanishi. Agar siz qora tuynuk kabi nihoyatda kuchli tortish kuchiga ega obyekt atrofida bo'lsangiz, unga qanchalik yaqinlashganingiz sari vaqt siz uchun shunchalik sekinlashadi. Agar biz yana egizaklardan birini olib, uni qora tuynuk yaqiniga yuborsak, u hech narsani sezmaydi. Qo'l soati bo'lsa odatdagidek ishlaydi. Biroq tashqaridan qaraganda u deyarli bir joyda qotib qolgandek ko'rinadi. Faqat qora tuynukning ulkan tortish kuchi hududidan chiqib, yerga qaytgachgina u vaqt bo'ylab sayohat qilganini tushunadi. Xullas, siz kelajakka sayohat qilishingiz mumkin, juda katta tezlik orqali yoki qora tuynuk yaqiniga borib. Ammo bu yo'llarning deyarli imkoni yo'q. Faqat kelajakka teleportatsiya qilishni xohlaydiganlar bunga qodir bo'lishi mumkin. Yulduzlar aro imperiyani qurish esa deyarli imkonsiz, chunki hatto eng ilg'or texnologiyalar bilan ham uzoq koinot tomon sayohatga chiqish sizni o'z ona sayyorangizdan, yerdan abadiy olib ketadi. Ammo o'tmishgacha sayohat qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Siz to'g'ri eshitdingiz. Aytganimizdek, siz har doim fazoviy vaqt bo'ylab yorug'lik tezligida harakatlanasiz. Agar fazo bo'ylab tezroq harakat qilsangiz, vaqt liniyasida sekinroq harakat qilasiz. Aynan shu joyda biz o'tmishga sayohat qilish eshigini topamiz. Eng ishonchli ilmiy nazariyalardan biri bo'lgan nisbiylik nazariyasiga ko'ra, fazo bo'ylab yorug'lik tezligidan o'zib ketish mumkin. Agar siz 3 o'lchamli fazoda yorug'lik tezligidan oshib ketsangiz, ya'ni superluminal harakat qilsangiz, unda siz vaqt o'lchamida salbiy yo'nalishda harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz butun koinotga nisbatan o'tmishga qarab harakat qilasiz. Olimlar bunday superluminal zarrachalarni nazariy jihatdan o'rganib, ularga hatto nom ham berishgan. Taxyonlar. Ular mavjud bo'lishi mumkin va ularda g'ayrioddiy xususiyatlar bo'ladi. Masalan, ular energiyasini yo'qotganda tezlashadi va albatta o'tmishga qarab harakat qilishadi. Nihoyat, haqiqiy vaqtlararo sayohat fotondagi kabi taxyonlar nuqtai nazaridan vaqt qanday o'tishini aniqlash mushkul. Hammasi ularga nisbatan qanday harakatlanishingizga bog'liq. Ammo ilk bor ayrim kuzatuvchilar taxyonlarning haqiqatan ham vaqt shkalasida orqaga qarab harakatlanayotganini ko'rishdi. Bu esa nazariy jihatdan ular yordamida o'tmish bilan bevosita aloqa qilish mumkinligini anglatadi. Aytaylik, siz taxyonlar orqali yaratilgan ilmiy fantastik qurilma orqali o'tmishingizdagi o'zingizga xabar yubordingiz va allaqachon sodir bo'lgan narsalarni o'zgartirdingiz. Siz ajdodlaringiz bilan uchrashdingiz, hayotingizdagi o'sha ahmoqona xatoni qilmadingiz, lotereyada yutdingiz yoki dinozavrlar sizni yutib yubormadi va bu bilan ehtimol koinotni o'z tizginidan chiqarib yuboruvchi vaqt paradokslarini yuzaga keltirdingiz. Bu nima? Afsuski, koinotda ba'zi narsalarni birlashtirib bo'lmaydi. Aynan nisbiylik nazariyasi shunday deydi. Yorug'lik tezligidan sekin harakatlanayotgan hech bir narsa hech qachon bu tezlikka yeta olmaydi. Chunki tezlikni oshirish uchun energiya kerak va yorug'lik tezligiga yetish uchun cheksiz energiya talab qilinadi. Hatto butun koinotdagi energiyani yig'sangiz, bitta qum donasini ham yorug'lik tezligigacha tezlashtira olmaysiz. Istagancha yaqinlashing, ammo hech qachon bu tezlikka erisha olmaysiz. Shuni yodda tuting. Yorug'lik tezligida harakat qilish mumkin. Fotonlar buni qiladi, ammo ular doimo shu tezlikda harakatlanadi. Bundan sekin ham, tez ham harakat qila olishmaydi. Umuman, ular tezliklarini nazoratda ushlashmaydi. Ular superluminal harakatga ega va doimo shunday bo'lib qolaveradi. Afsuski, hozircha taxyonlar mavjudligini ko'rsatuvchi hattoki eng kichik bir dalil ham topilmadi. Qog'ozda ishlasada, ko'pchilik olimlar ularning haqiqiy hayotda mavjudligiga ishonmaydi. Shunday ekan, o'tmishga sayohat qilish hozircha qanchalik urinmaylik, mutlaq imkonsizdek ko'rinadi. Bu haqiqat og'riqli bo'lsa-da, sizga eng muhim vaqtni eslatadi. Hozirgi kun, siz ayni damda mavjud bo'lgan lahza va u siz o'zingiz shakllantirishingiz mumkin bo'lgan kelajak sari ochiq. Inson ongi bu eng katta havas. Shunday ekan, izlanishdan to'xtamang.